Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim mana biz yashab turgan joy Qibray tumani, Toshkent oblast. Shu yerda bir ozuqa dori do'kon ochilgan ekan, ozuqalar sotadigan joy. Bu tomon seleksiyaga, selxozga chiqib ketiladi, bu yoq TTZga chiqib ketiladi, Toshkent. Bu tomonimiz, bu tomon bilan ham aylanib O'nqo'rg'onga seleksiya, selxozga chiqib ketadi. Bu yerda областной больница bo'lgan, oldin hozir narkologik respublika narkologik sentr bo'lib qolgan. Shu yerda bir do'kon ochilgan ekan. Lekin narx-navolari juda ham yaxshi ekan. To'g'ri, assortiment juda ham ko'p emas, lekin narx-navosi arzon. Agar ko'proq oluvchilar, tonnalab oluvchilar bo'lsa, 700 dan beradi. O'zbekistonda xohlagan tochkasiga yetkazib berish imkoniyatlari bor. Shu do'konimiz bor ekan, mana hozir. Mana bu yerda asosan bu yerdagi mahsulotlarimiz gidroponika, ya'ni haligi stilajda yetishtiruvchi, o'simlik yetishtiruvchilar uchun juda ham qulay ozuqalar bor ekan. Mana bu kaliyli ozuqa, 62% kaliysi bor ekan, narxi kilosi 15 ming. Bu yerda mana 8545 plus magniy oksidi, kumush, mis, mikroelementlar. Bu ham gidroponika, bu ham narxi 15 ming ekan. Xullas, mana temir ozuqa qo'shilgani bor. Bu ham kaliy NPK hisoblanadi. Shunaqa har xil ozuqalar yangi ochilgan. Narxlari menga juda ham yoqdi. Qarang, 15 ming ekan, bu ham kaliylik. 10-40 bu ham 15 ming. 8545 bu ham 15 ming. Shunaqa hosillarimiz, shunaqa o'simlikka kerak bo'lgan ozuqalarimiz juda ham yaxshi narxda bor ekan. Agar ko'proq olmoqchi bo'lsak, insonlarga O'zbekiston bo'yicha xohlagan joyga yetkazib berishlari mumkin. Yana bir aytaman. Mana bu yoq Dadaxon. Sotilyapti MPKlar. Mana bu MAP deganlarimiz. Mana bu yoqdan ko'rsatib qo'ya qolay. Bu MAP 1261.0, bu xalq tilida ammoniy sulfat deyiladi. O'z aslida 12% azot, 61% fosforli, kaliysi yo'q ozuqa. Eng qiziq narsasi bu super fosfat. O'zbekistonda juda ham kam edi. Mana O'zbekistonga ham ketdi mana. Super fosfat. Bu ham yaxshi ozuqa. Bular ham kaliy mana. Do'stlar, shu kimgaki ozuqalar, arzon ozuqalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Men do'kon egasi Dadaxonning telefonini pastga, silka yozib qo'yaman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.